Bu g'uljiliklar shu yanchiqda bijmochen pulning tayini yo'q, ishtonni qirlab qo'l atadigan odamlar deb qo'yashtiringlar. Biz maningdan faxrlimiz qaranglarmi? Rasmiy faxrlimiz. Bu yanchiqda 10 tim pul yo'q, ishtonni qirlab yurishga ajoyib yuqori sapa, ajoyib yuqori psixik ketadigan ishma deyman. Odatdagi odamlar qila oladigan ish emasmi deyman. Bu g'uljiliklar yolg'iz po'chilar emasmi biz? Biz go'yo bir san'atmiz. Ma g'uljining chaqchaqlarining kayfiyat ko'tarishi mayak turib tursin, g'uljining ko'chalardan tatib kayfiyat ko'tarib deyman. Ma ko'chalarga kirsanglar ajoyib ranglarga to'yilgan. Ma ranglar sizlarning kayfiyatingizni ko'tarib, bir xil xushxo'ylik yetkazib beradi. Shuni biz g'uljiliklar kulib turimiz emasmi? G'uljilikning uylari kirib ketganmi? O'choq beshining pakiz bo'lishi bu aqlli, qoida, aqlli savatma deyman. Bu yüzünün yeydiğin tamağını işlep çıkardığı yeni pakiz tutanmagan adamların ko'nglining pakizlab ketishimi natayim mikin deyman. G'uljilikning u bir nesa hojatxonasiga qarab ketadilar. Shu meynechilik chiqadigan sisiq puraydigan yeni pakiz tutadigan ma ko'ngil ajoyib pakiz ko'ngil deyman. Ajoyib oppoq ko'ngil deyman. Shu g'uljilikda yurtvozlik deydigan uqum yo'q. Mayli qaysi şeyden bo'lsin, qaysi millatdan bo'lsin, qo'yniga Allohlaydi mahalla. Sizli bu yer yurtvozlik qilmasangiz, sizni o'zining qirindishidek ko'rib deyman. Ma daryo bo'yidagi xalq muhabbatga g'arq. Ma yurtvozlikni tashlaydi. O'xshash bir tilda so'zlayotgan ma xalqning se'ayalik, semməyalik, məyalik mandaq deyishi bir xatar jumama. Biz hammamiz mushu ulug' vatanimizning tuprog'ini, tuzini yeb, suyini ichib yashayapmiz. Oyshardan suvaykli pishganlarimiz yo'q-ku teha. Shunga yurtvozlikni asta tashlaylar. G'uljining sayohat pesli keldi. Kelib ma mehmondo'st xalqni, mushu ziminiga kelib bir ko'rib 抖音